İnkarçılıq millat üçün xizmat qilganlik emas. Davaning xalqaralashishiga agishib, tor dunyosida har xil obzorchilar ushtum-tut ko'payib ketyotidi. Ular o'zlarini xalqning ovozi deb tasvirlab, tashkilotlar va ularning g'olliq a'zolarini nazorat qilish nomi bilan davada muhim rol o'ynayotgan tashkilotlarni va ularning g'olliq a'zolarini har xil bo'xtonlar bilan qorlaydigan va yoki ularni inkor qilib, ularni yo'q qilishga urinadigan ahvollar kundan kunga og'irlashyotidi. Albatta men tanqidiy fikr berayotgan hamma qarindoshlarni yomon niyatlik deb qaramayman. Gerçi ularning ko'p qismining maqsadi to'g'ri bo'lsa-mu, biroq ularning bir qismlarining qo'llanayotgan usuli xato bo'lg'achqa, uning millatga ziyni bo'lsa bo'ladi-ki, hargiz foydasi bo'lmaydi. Bo'libmi, ularning ichidagi bir qism qarindoshlarning ahvolini to'liq tushunmay va yoki reallikni burmilab, har xil xato uchurlarni tarqitishi da'voga biz tasavvur qila olmagudak darajada ig'ir ziyonlarni elib kelishi mumkin. Tashkilotlar va ularning qo'lliq a'zolariga davomli tanqidiy fikr berib kelayotgan va yoki ularni har xil bo'lmug'ur so'zlar bilan haqoratlab, ularni xoin, munofiqqa chiqarib, ularni inkor qilayotgan bir qism kishilar o'zlarini oqlab, Amerika qatorliq demokratik davlatlarda hatto prezidentlarni tilg'ili bo'ladi. Biz tashkilot boshliqlarini tillasak nima bo'ladi ekan? Bu degan so'z erkinligi, fikr erkinligi deyishidi. Shundoq Amerika qatorliq demokratik davlatlarda hukumat amaldorlarini, hatto prezidentlarni tanqid qilg'ili, tilg'ili bo'ladi. Ular nima qilsa, shuningga tushliq dasmoyi bor. Chunki ularning yolg'iz egilik huquqi, kapolatga ega bo'lgan mustaqil davlati bor bo'lib qolmasdan, balki kuchlik harbiy va iqtisodiy kuchi bor. Jinoyat o'tkazganlarni jazolaydigan mukammal qonun tuzumi bor. To'hfa qo'shqanlarni mukofotlaydigan moddiy va ma'naviy asosi bor. Xalqning o'ziga va kelgusiga bo'lgan ishonchi komil. Bir hokimiyat tushib ketsa, uning o'rniga yana bir hokimiyatni saylab chiqqidek sharoiti bor. Bizningchi, biz tehi dunyodagi eng ojiz davlat xalqlari ega bo'lgan mustaqil egilik huquqiga ega emasmiz. Vatandagi xalqning eng aqalliy haq-huquqidan so'z ochmayli qo'yayli. Hatto muajiratdagi qarindoshlar ichida insoniy haq-huquqi tehi to'liq kapolatga erishalmagan. Har kuni dakki-dukki ichida kun o'tkazayotganlarmi oz emas. Nurg'un qarindoshlar oilasidagilarning lager va turmalarda azob chekayotganligini, hatto o'lib ketayotganligini bilib tursa-mu, chorsizlikdan ular uchun hech ish qila olmaganligi sababidan ruhiy jihatda azoblanib, umidsizlik va tushkunlikka giribdor bo'lmoqda. Bundaq bir ahvol ostida biz nimaga tayinib o'zimizni dunyodagi eng qudratli davlatlar bo'lgan Amerika qatorliq g'arb davlatlaridagi kishilarning fikr erkinligi bilan selishtira olamiz? Bizning maqsadimiz zodi nima? Bizning maqsadimiz davoni taraqqiy qildirishmi yoki davo ilib berayotgan tashkilot va shaxslarni yo'q qilishmi? Bizning maqsadimiz xalqimizga umid elib kelishmi yoki o'zimizning shaxsiy adovat va gumonlarimiz sababidan o'ydirib chiqargan suiqasd nazariyamizni isbotlashmi? Bir millatning o'z millatidan faxrlanish tuyg'usi, u millat xalqining millatparvarligi, o'z vatanini so'yish va o'z vatani uchun xizmat qilishning ochqichidir. Agar bir millat va yoki u millatga tava har bir inson o'z millatidan faxrlanmasa va yoki u faxrlanish tuyg'usi har xil vositalar orqali vayron qilinsa, u millatning millatparvarligi va vatanparvarligidan so'z echish mumkin emas. Bir millatning millatparvarligi va vatanparvarligini yo'q qilishning eng oson usuli u millatning tarixiy shaxslarini, u millatning milliy qahramonlarini, xalqqa to'nilgan jamoat arboblarini,
ko'zga ko'ringan ziyolilarni xalqning nazaridan tushirish. Umuman qilib aytganda, u millatga faxrlanish tuyg'usi elib keladigan barliq shaxslar madaniyat va tarixni xunuklashtirib, ularni sestish, inkor qilish orqali u millatga tava xalqning o'z millatidan faxrlanish tuyg'usini vayron qilishdir. Bir millatga tava insonlarda o'z millatidan faxrlanish tuyg'usi bo'lmasa, u millatning kelgusi istiqbolidan so'z echish qiyin. Ko'rayotganimizdek, Xitoy hukumatı dal mushu sababdan vatanda yolg'iz tariximizni burmilab, madaniyatimizni vayron qilib qolmasdan, balki xalqimiz ichidagi har sohada muvaffaqiyat qozongan shaxslarimiz va ko'zga ko'ringan munavvar zotlarimizning hammasini turmalarga tashladi, hatto o'ldirib yo'q qildi. Biz uni azdab vatan sirtida saqlanganlarni sestib yo'q qilamdiq. Davada aktiv rol o'ynayotganlar, amaliy ish qilayotganlar va ko'zga ko'ringanlar yo'q qilinsa, uning foydasi kimga bo'ladi? Agar muhojiratda erkin yashayotgan va vatandagi xalqimiz uchun biror amaliy ish qilish fursati bor bo'lgan insonlar atidan kashkicha qilg'ili boshqa ish yo'qdek birdam tarixiy shaxslarimizni inkor qilsak, birdam amaliy ish qilayotgan tashkilotlar va ularning g'olliq a'zolarini haqoratlab, ularni butunlay inkor qilsak, ko'z qarashdagi farq va yoki shaxsiy adovat tufaylidan bir-birimizga dushman ko'zimiz bilan qarab, hissiyotimizga taynib, yolg'ondan bir narsalarni o'ydirib chiqarib, boshqalarni qaymoqtirsak, o'zimiz hech amaliy ish qilmay va yoki o'zimizni xalqning ovozi deb tashkilotlarni nazorat qilish nomi bilan ish qilayotganlarga hujum qilsak, ularni so'roqqa tortish bilan kun o'tkazib, ularning ortiqchiliklarini ko'rmay, faqat kamchiliklarni tutib olib, kazzoblik qilsak, bularni tanqid qilishdan maqsad ular qilayotgan ishni yaxshilash emas, balki ularni vayron qilish va yo'q qilish bo'ladi. Shundoq bo'lganda bizning holimiz nima bo'lar? Hozirgi vaziyatda xalqimiz ijobiy narsalarga muhtoj. Xalqimiz bo'lumliq energiyaga muhtoj. Xalqimiz odamlarimizni boshlab mangdigan, xalqni ittifoqlashtira oladigan liderlarga va xalqqa ega bo'la oladigan qahramonlarga muhtoj. Xalqimiz har qaysi sohada muvaffaqiyat qozongan shaxslarga muhtoj. Xalqimiz umidlanishga muhtoj. Xalqimiz o'z millatidan faxrlanishga muhtoj. Xalqimiz kuchlik dushmanga qarshi turish uchun kuchini birlashtirishga va yoki keng ko'lamda o'zaro hamkorlik o'rnatishga muhtoj. Diqqatimiz va quvvatimizni bir-birimizni haqorat qilib, o'zaro jidal qilishga emas, balki o'rtaq dushmanga qarshi kurash qilishga markazlashtirishga muhtoj. Bilishimiz kerakki, ularning hech qaysisi osmondan tushmaydi. Ular bizning qo'llab-quvvatlashimiz orqali oramizdan chiqadi. Biz cho'ng bilgan davlatning qudrat tepishi va u davlatlardagi demokratiya va erkinlik hargizmo kompyuter oldida o'ltirib olib, odam tillash va yoki boshqalarni inkor qilish orqali dunyoga kelmagan, balki uzun muddatlik tirishchanlik ko'rsatish, ko'plagan badallarni to'lash natijasida dunyoga kelgan. Ulardagi mashhur shaxslarmi o'zlarining izchil tirishchanlik ko'rsatishi, jamiyatning qo'llab-quvvatlashi, xalqning qadrlashi natijasida barliqqa kelgan. Bizda qo'lni yuvsa, qo'l qo'pib, yuzini yuyar deydigan ot so'zi bor. Hozirgi sharoitda bir-birimizni inkor qilish hech birimizga va yoki da'voga foyda olib kelmaydi. Shuni unutib qolmasligimiz kerakki, hech qanday bir tashkilot butun xalqni, butun da'vo manbasini monopol qilib olgani yo'q. Muhojiratda yashayotgan xalqimiz ichida texi uyg'onmagan va yoki hech qanday tashkilotga a'zo bo'lmagan insonlar xeyli ko'p. Nochi bo'lsak, shu biz tillagan shaxs va tashkilotlar qilolmagan va qilmagan ishlarni qilib, uyg'onmaganlarni uyg'otaylik. Hamma xalqni o'zimizga agashtiraylik. U chaqda har qanday cho'ng gap qilsak, bizga yarashadi. Bo'lmasa, insof qilaylik.
әйнәккә qarab baqayli, yuragimizni tutib baqayli. Men boshqalarni inkor qilishdan boshqa millatga nima ish qilib berdim deb o'zimizdan savol so'rab baqayli. Faqat hech ish qilolmasak, ish qilganlarning yo'lini to'simayli. Xato qilgan bo'lsa, fikrimizni samimiy holda o'ttirg'a qo'yayli. Vatan millatning kelgusi uchun o'rtaq tirishayli.